Assalomu alaykum kitob qimir do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıcı Habibullah Abdülhamidning Muz tutqan daryo nomli romanining 22-ci qismini anlatishga boshlaymiz. Ko'chada yanala timtasliq podshoh edi. Biroq qerishgandek bir lahza o'tmayla timtasliq podshohining taxti raviqiga dast ketdi. Yani pakar ögüzünün üstüge çıkıp algan bir çaxuraz iki qantini darvozaning ikki qantidek içip durup, qaqaqlab ovoz chiqarishga boshlagan edi. Xo'rozning ovozi yuksalgan sari pokanlari ko'pib, paylari badanidan to'zib ketadigandek biri-biridan ayrilib ketayotdi. Bu hol ko'chada birasining ko'rib qolishdan ansirab, etining pushuldishidan muxudiksirab turayotgan buvayning g'azabini toza qo'zg'adi bo'lg'ay, shalong tishlari ochiqidan qimirlab ketdi. Hatta tamdan yamishib chiqib, ikki qantini so'rab o'gizini supurayotgan ovu qog'ish tekkan xo'rozning chiroyli paylari bilan bezalgan bo'ynini qapli qilib tutib uzvatkisi kelib ketgan edi. Lekin xo'rozning qanot so'rab qaqildashlari uzoqqa bormay pasaydi. Amdi bo'yning behuda ansirashlari, ochiqlashlarining ahamiyati qolmagan edi. Yana shundaqdimi buvay harvisiga irg'ib chiqibla etining chulvurini silkib ishtik minish qaydakchilik qildi. Buvay ko'chada birasining ko'rib qolishdan ansiraydi. Agar birasining ularni ko'rib salomlashgandan keyin nega monganligini so'rasa, nima deb javob berishni texi o'ylashmagan edi. Agar rostini birasi uchrab, ana shu savolni so'rab qolsa, buvay odati bo'yicha yo'q to'shqan o'g'lig'i deb javob berish mutlaq edi. Aslida buvay yov to'shqan ovlashni emas, balki tulki ovlashning mahiri edi. Lekin hozir ovlaydigan tulki nerda turibdi deysiz? Har qanday hiylagar tulkimi mushu oy, mushu kunlarda ovlanishdan qo'rqib, quyruqini ostiga bostirib, uvusidan talog'i chiqolmas bo'lib ketgan do'stlar. Burunlarda, jilg'i edirlarda tulki ko'p edi. Ular erkin ovlab yuradi. Ana shu erkin chaqlarda buvaymu tulkidan qilishmaydigan usta ovchi edi. Shu sababdan buvayning laqimi tulki edi. Kishilar doim ismining oxiriga tulki degan laqimni qo'shib ataydi. Buvay bu laqamni bek yaxshi ko'rib ketmaydi. Chunki kishilarning o'zini tulkidek hiylagar, kazzab birasidek tunib qilishini xohlamaydi. Va bu laqam ba'zida g'ururiga tegadi. Lekin nima chora? Laqamni Xizr qo'ydi deb mazkur laqam buvayga divir qaydak mahkam chaplashib olgan edi. Vaqtning o'tishi bilan buvaymu alaykumulloh deb laqamga ko'nib qolgan edi. Uning ustiga buvayda tulkining undaq salbiy xususiyatlaridan asarmi yo'q bo'lib, aksicha ana shundaq tulkidek xususiyatlarni o'ziga mezon qilgan kishilarning ovchisi bo'lishga munosib kishilardan edi. U payti kelganda tulki xususiyatli shaxslarning adabidan toza obdan berib kelayotgan bo'ri xususiyatli kishilardan hisoblanadi. Ilmi yaxshi hozir buvayning ta'liyi o'ngdan kelib, darvozani taqab mahalladan yiroqlashqichi bo'lgan orliqda ko'chada biroz uchirmadi. Mana bu ajoyib ahvol bo'lsa, safarning o'ngishli bo'lishining bishorati edi. Buvayning kayfi chog' edi. U beshiga cho'kirib kiyib olgan tulki terisidan tikilgan quloqchisini tuzashtirib qo'yib, uchisidagi metis qo'yining terisidan tikilgan astarlik to'qilma yoqiliq kalta juvisining yoqasini egiz ko'tarib, bo'yinlarini obdan etib, arvisini tuz yo'lga silib ketayotdi. Manglayida oppoq bulutdek qashqisi bor, bo'yni uzun to'riq eti o'ynoqlab harvini ishtik so'rab, bo'ri yo'rg'usida mengayotdi. Umu go'yo mush yezdan chaqqani xiyroqlashini o'ylagandek qilib, buvayning tizginini tartib turishlariga bo'y bermay, bo'yinlarini to'lg'ab shashlashib ketgan edi. Necha vaqtdan buyon eg'ildan sirtqa chiqmay, ichi titildab turgan chaqda, mazkur safar uningga kayfiyatini tangshaydiganga toza obdan fursat yaratib bergan bo'lish ehtimoldan yiroq emasdek qiladi. Buvay bo'lsa, navri va avrisini andishiga selib qo'ymaslik uchun yo'rg'ilab ketayotgan etidan va udulda o'ziga qarab turgan tog'dan olgan jasoratini navrisi bilan avrisining ustiga chechishga va ularga umid berib to'xtamay yaxshi gaplarni qilib, so'zlashga tutish qilmoqchi bo'layotdi. Buvayning shotidan tuvanga sangilab turgan qora piyma kiyib olgan ikki puti bo'lsa, otning yo'rg'ilishiga tankash bo'lib planlayotdi.
Bu çağda quyosh Dilmuq tog'larining ustida chiroyli kulib turadi. Osmondagi qora bulut süzülüp, parça-parça qardek aq bulutlarga aylanib, sharqdan g'arbga qarab o'zib ketyotadi. Ko'kdagi ushbu aq bulutlarning yo'li bilan ona va bolaning yo'li bir edi. Hozir quyoshmi odatdagi kunlarning mushu vaqtga qaraganda alohida farqliq edi. Tog'ning yonbag'ridagi bir-biri bilan bo'y talishib o'sgan qarag'ay archalar, tal chitinlar, tivilg'i irg'aylar bo'lsa, usti-beshi qo'ngan bo'z qarlar bilan qo'shilib, barq urib chaqnab, ko'zni qamashtiradi. Shunqar cho'qqisi kumushdek yaltirab, go'yo yosh xonimga talpinib turgan bovoqning sabiy kulkisidek yaqinlik ko'rinib turadi. Tog'ning ustidagi quyosh bo'lsa, go'yo yuzini rezinka chaqliq ot arvasining orqasidan bog'an siri uzoqlashayotgan yeziq qilib, nurliq qantini yezining ustiga yeyib, joyida midirlamay turgan farishtadek boqmoqda edi. Halbuki yezining ustida usul o'ynayotgan quyosh nurlari ham so'g'uq, hem cansız bulup qaramuzning ichida qolgan yezini isitishga ojizlik qilayotgandek qiladi. Darvaqa mushu damda quyosh eng yuksak nuqtaga ko'tarilgan bo'lsa-mu, isitish quvvati yanada ojiz edi. Yo'lning ikki yendagi qarliq dalaning ba'zi bir yerlardagi qarlarni shamol allaqayoqlarga uchirtib ketganligi uchun ostidagi muz tutgan qora tuproq echilib qolgan edi. Ağıl-tağıl ko'rinib turgan yerlar bo'lsa, kishining ko'ziga dunyo xaritasini eslatadi. Bovay otning tizginini mayliga qo'yibdi. Ot harvini so'rab, qor va muz qoplagan dalada o'z yo'lini tepib ketyotdi. Ot bu yo'llarda ko'p mang'an. Bovay ana shu ko'rinib turgan tog'bordagi ko'mirkonlarga, mush harvisiga, musha otni qetib, ko'p qatim qatirgan. Bu yo'llar otga yot emas. Tağ yo'lida bahramon ketayotgan ot harvisi bo'lsa, yo'lning o'ng'ul-do'ng'ul cho'qirlarga tushayotgan chaqidan chiqqan ovozi bilan saqiliq qazillik sharqlarning g'ichirlashlariga ot tuyqiga mixlangan to'mir taqining to'ng yeriga tekkanda ko'tarilgan sadolarni tankash qilib, go'yo ajoyib bir klassik muzikani o'rinlab ketayotgan orkestraga o'xshab qolgan edi. Yo'lda ushbu orkestra o'rinlayotgan tabiiy melodiyadan va yo'lning ikki yoqasidagi qarning ustiga chiqib qolgan quruq giyohlarning shildirlashlaridan ko'tarilayotgan tabiat muzikasidan boshqa bir ovoz yo'q edi. Yo'l yoqasidagi quruq giyohlar orasidagi uchi sungan tivilg'anlarning boshlari yerga sangilab qolgan bo'lib, go'yo beshi kesilgan bahodirlardek ko'zga chiliqib turadi. Tivilg'alarning sunib qo'ldan ayrilgan ba'zi inchik sho'nglari shamolning kuchi bilan tanha holda g'arbga qarab uchib ketyotdi. Go'yo ana shu uchib do'milab, so'rilib ketayotgan tivilg'a sho'nglarda hamon bir kuni o'z joyiga qaytib keldigandek bir tanholik va hasrat bor edi. Ana shu sunuq tivilg'a sho'nglari uchib ketayotgan yiroq joylarda qandaqdir bir nimalar midirlayotgandek ko'rinayotdi. Balki mushu daladagi midirlayotgan birdan bir mazkur jonliqning yavi to'shqan bo'lish ehtimolidan yiroq emas edi. Juvini yepinib dumbisini harvining o'ng yon betiga tiyib o'ltirgan ona va bola qandaqdir bir xiyollarning ichiga sho'ng'gan peti jimjit o'ltiradi. Juvidan chiqayotgan yungning purqi bilan sovuq havo ularning nafas yo'liga burnidan kirib turibdi. Dastlabda ular yungning purqidan seskangan bo'lsin, muzlagan sari ushbu puraq ko'nib qolgan edi. Hatto mazkur puraq ularni isitayotgandek his qilishga boshlagan edi. Va yo'lning avayishiga agishib, ular ushbu puraqni yaxshi ko'rib qolayotgan edi. Juva yungning ba'zilari qora, ba'zilari oq rangda bo'lib, hammasi vaqtning o'zliksiz o'tishiga agishib, o'zligidan eshilib uchilinib qolgan edi. Oq rangdakilari bo'lsa, kirpishib rangi o'zgarib ketgan bo'lg'ashqa, bajoyiki lampaning kirisidan sumirgan pilkiga o'xshab qolgan edi. Mayli nima bo'lsa bo'lsin, ana shu qora va oq kirpishib qolgan oq yong'oq juva ularga mushu dalada hammadan issiq yotgan bo'lgan edi. Ushbu juva oq va qora qozoq qo'yining terilaridan tikilgan bo'lib, peshining oq qozoq qo'yining terisidan tikilgan qismining bir parchasi pichoq bilan kesib tashlab etilgan puchuq edi.
Yosh xonim Jo'ning bu holni ko'rib, ko'ngli sal yerim bo'lgan bo'ldi. Biroq hozirgi masala bu emas edi. Ularning asyodi yo'l avib, manzilga tez va bexatar yetib olishdi edi. Shu vajidan yosh xonim dastlabda Jo'ning u yerning nima uchun kesilib tashlab etilganligiga irangishib ketmadi. Biroq yo'l uzagan sari bu yerga ko'zi tikilib qolgan edi. Qargan sari Jo'ning puchuq beshi texmi sirliq ko'rinishga boshladi. Lekin Harvining minishi yosh xonimning diqqatini buzib o'tib boradi. Yo'l tuvanga qarab so'zilgan bo'lg'achqa otning tuyoqlari bog'an sari ishtiklab, Harva silkinib ketib. Boy bo'lsa otning tizginini tortib qo'yib. At go'yo o'zini mushu ona va bola qarab qochgan erkinlik intilayotgan va oshu manzilga qarab chepayotgan tulpardek chaqlab, o'kirang tashlab shunchalik ishtik mengishga tamchilayotdi. U bovayning tizginini tortib turguniga bo'y bermay, texmi ishtik mengishga urinayotdi. Atning ushbu eski xo'yini ko'rgan bovayning tarsaliqi o'rlab, qo'ldagi 3 tal inchik tasmadan eshilgan uzun tivilg'i sapliq qapchisi bilan atning bo'g'isiga keltirib birni soldi. Qamchining uchi bo'g'idan o'tib atning beshiga tekkan bo'g'ashqa, atning quliqining qini qochdi bo'lg'ay, kishnab pushqirab, yolisini silkib, shunchalik tarsalishib ketdi. Hatto atning tarsalig'i bovayninkidan eshib tushdi bo'lg'ay, yerni chopchib, tumshuqlarni kerib, yuganning suluqini chaynag'ashqa og'zidan ko'pik qaynab chiqib ketdi. Dal mushchaqda atning hilal aydek paqiraq taqiliq tuyoqlari qorliq yo'lga har urilib ko'tarilganda, yerlardan o'ylib chiqqan changtalgan qorlar olma chechaklardek to'zib, havoda layligan peti Harvining orqasida qelyotdi. Bovay bo'lsa davomliq tizginni tortib o'ltiradi. Hatto shunchalik ching tortdiki, atning og'zidan yugan eg'zini og'irtib o'tganlikdan atning jonlari qiyilinib, bo'yinlari to'lg'inib ketib. Yana shundaqdimi at achu tog'ning g'arbidagi erkinlik uchun temir yuganga qarshi jang e'lon qilgandek qilib, bovayning tizginni ching tortib turishiga qaramay, tizgin seyrib, irg'ib turib, shamoldek ishtik mengishga tamchilayotdi. Asrashdan kerilib ketgan burunlarning to'shiklaridan to'xtamay oqish tuman chiqib. Halbuki at yanada o'z paylidan yonmayotdi. Mijazi qo'danchib ketgan bovay etining tizginni g'azab bilan tortib turib, bu lanta atqa bugun nima bo'ldi? Xuddi oldida tezroq yetib bormasa bo'lmaydigan baytili saqlab turgandek shunchalik aldirab ketayotganiga qaramamdigan, deb xudo'shidi. Bovay terikkan sari atmu bo'y bermay tang g'azablanib, bir chetdan tumshuqini u yoq bu yoqqa to'lg'ab silkisa, yana bir chetdan g'azab bilan quyruqini silkib, Harvining sho'tisiga taraslatib urayotdi. Buning bilan tang yana Harvining yog'sirab ketgan saqliq qozonlaridan nola qilayotgandek chiqayotgan g'ichirlagan ovozlar bovayning tishini texmi qirishtirib o'tgan edi. At bilan bovay ana shundoq tarkishib, yo'lmu obdalni avagan edi. At ana shu tariqada bir hazam mangandan keyin harda bo'lg'ay, oxiri o'zining holiga tan berib tuyoqlarini ostilatdi. Bovaymu uf degandek qilib orqasiga burilib, navrisi bilan avrisiga qaradi. Bola Harvida ketib etib, go'yo butun dunyo oppoq qor bilan purkanganligini his qilgandek qilib, qora zaytundek ko'zlarini oq qor bilan to'n kiygan dalog'a va so'zilib yotgan dilmuq tog'larga tikib o'ltiradi. Yosh xonim yanada xiyolchan ko'zlarini Jo'ning puchuq yerdan olmay turadi. Bovayamdi atning tan olganligidan mamnun edi. U at bilan Harvining jidaldan qutulganligidan xush bo'lib, gelini qirib turib bir yo'tilib o'tgandan keyin so'z ochdi. Qizim, qarab tursam ko'zingni Jo'ning peshidan olmay o'ltirsan. Haqiqatan bu Jo'ning peshini kim kesib tashlagandu? Shunday qilishining nima zaruriyati bo'lg'aydi deb o'ylayotgansan. Men sana buning javobini beray. Seni bu yukdan qutuldiray, deb atning tizginni Harvining dog'isiga o'rab qo'ygandan keyin tog' tarafga bir qarab etib, yana so'zini davom qilishga oldirab, qizim, sen haqiqatan shu tog'ning g'arb tarafiga o'tish niyatidan yonmagan bo'lsang, ikki narsadan qattiq ehtiyot qilishing kerak.
Onun biri chegara charlag'uchi askarlardan, yana biri bo'lsa bo'rilardan. Bugun kechtig'u chegara qaravullari bekmi charlab ketmasligi mumkin. Ammo bo'rilar o'zlariga ozuq izlab, top-top bo'lib yurdiganligi ehtimolga yaqinroq. Ana shu bo'rilar kuchirab qolishidan Xudo saqlasin. Buni o'ylashning o'zimi shunchalik qo'rqinchli. Qishda bo'rilar ov topolmag'achqa o'zining kuchi yetgudek narsani ko'rsala, hech paytini qo'ldan bermay hujum qildi. Dal mush chog'da boyning gapini bo'lgan yosh xonim, "Sen tog'da bo'ri borligiga qanday jazm qilding? Mushu zamonda tog'da bo'rini nim qilsin? Mening anglashimcha askarlar tog'da yashaydigan kiyik, tog' o'chkisi, tulki va bo'ri qatorliq hayvonlarning hammasini ovlab, naslini quritayotganmish." Bu so'zlarni ta'xirsizlik bilan anglagan boy jiddiy tus bilan, "Qizim, bo'ri degan aqlliq, ho'syor hayvon. O'zining jonlarini qanday saqlab qolishni biladi. Navoda oldiga qurolliq askarlar chiqsa, ko'zga chaliqmay, ularning ko'zini bo'yab tevish chiqarmay, chegaraning u yoqqa qochib ketadi. Hamda ularning o'ziga yarasha taktikalari va oldin chorlag'uvchilari bor. Ular shunday bir xislatga ega ekanki, insonlar ularning bu aqliga hayron qolmay turolmaydi. Masalan, ular shunchalik yashaydi. Kuchlik dushman kuchirganda cho'qim kollektiv hujum qildi. Hamda hujum qilganda shunday hujum qildiki, dushmanning eng ojiz halqasini tepib turib, shiddatli zarba beradi. Hatto o'zlarining ojiz kelib qolishini bayqagan hamon chekinish yo'lini tanlaydi. Qarg'ularcha jinni do'g'i tikmaydi. Bo'ri har zaman o'zining kim ekanligini bilib yashaydi. Hargiz o'zini shirchoqlamaydi. Shunga ular doim vaziyatga qarab ish tutadi. Eng az bedel to'lab zo'r g'albiga erishishni biladi. Ular yana intayin intizomchan keladi. Garchi tanho yashashni xohlasimi, kuchlik raqibga duch kelganda talabalarcha o'zini o'limga tutib bermay, sabdoshlari bilan birlashib taqobil turadi va hujum qilganda tang hujum qilib, tang chekinadi. Sabdoshlardan birisini jang maydonida yolg'iz tashlab qo'yib chekinmaydi. Bu nuqtadan aytganda, ular bir-biriga intayin sadoqatman. Bo'libmi, bo'ri o'z juftini bek hurmatlaydi. Erkek va tish bo'ri o'z kuchugini tang beqib cho'ng qilib, birga qator qatadi. Kuchugi mustaqil yashash iqtidoriga ega bo'lganda, ular bolasini tashlab xotirjam o'z yo'liga ravon bo'ladi. Darvaqa, ular o'zi yetishtirgan bolasini qo'y emas, balki bo'ri ekanligini biladi. Shunga bolasiga butun qalbi bilan ishindi. Bo'ri yana intayin erkinlikni so'yadigan hayvon. Shu vajidan ular har zaman tabiat qo'ynida yashaydi. Ana shu egiz tog'larning qo'yni bo'rining o'z uyidir. Erkin yashaydigan muqaddas makondir. U erkin, tanho yashashni yaxshi ko'radi. Agar ovlaydigan ov topolmasa, nafsini deb bir parcha tayyor luqmaga erishish uchun tulkidek quyruq shipangishmaydi. Men mush sababdan bo'rini bakmi yaxshi ko'raman.